ko'pchilik e'tiroz bildirayotgan savollarga qisqa qilib javob beraman. Birinchi kattaroq e'tiroz odamlardagi telefon qilsak ko'tarilmayapti yoki o'chirib beryapti. To'g'ri tushuninglar, qo'ng'iroqlar juda ham ko'p. Misol uchun bitta odam telefon qilyapti, orqasida ikkinchisi ajdanaga tushyapti, uchinchi bo'lib siz qilyapsiz, uchinchi bo'lib qilgan odamga telefon o'chiq deb beraveradi. Yana bitta katta e'tirozlardan bittasi, biz yozsak javob kelmayapti. To'g'ri tushuninglar, bundan oldingi so'rovlarda biz aytganmiz, Instagram bizni qandaydir texnik bloklab qo'ygan. Siz bizga yoza olasiz, lekin biz sizga javob yoza olmaymiz. Shuning uchun kimda qanaqa savol javob bo'lsa, to'g'ri Telegramga o'tinglar. Telegramda odam juda ham ko'p, lekin xodimlarimiz aniq javob berishadi. Yana bitta ko'p berilayotgan, kommentariyaga yozilayotgan savollar, men limitim qancha chiqishini qatdan bilaman. Siz bizga pasport tashiysiz Telegram orqali. Telegramda xodimlarimiz faqat sizni MIPingizni tekshirib, MIPda noinsof mijozga tushmaganligingizni bilib berishimiz mumkin, boshqasini bilib bera olmaymiz. Kelasiz, kelib Face ID'ni o'tganingizdan keyin sizga 12 ta platformadan общий qancha limit chiqsa ham chiqqan olib ketasiz. Qanaqadir e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga Telegram orqali yozinglar. Telegram orqali yozsanglar, xodimlarimiz aniq tiniqlarga javob berishadi. O'shani to'liq ma'lumotlarni olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.